Biz doim azizlarimizga aytardikki, shu urushga yaqin hududlarda urush hududlariga umuman bormang va urushga yaqin hududlarga ham bormang. Endi ko'ryapmiz, Ukraina uni tanlab o'tirmayapti. Ya'ni Ukraina uchun butun Rossiya hududi ochilib qolganga o'xshaydi. Boyiga ichkaridan agar diversiya qilinadigan bo'lsa. Endi keyingi bir yomon masala chiqyapti, hamki juda yomon masala chiqyapti. Hurmatli muxlislar, bunga e'tibor beramiz. Nurbek balki shuni alohida belgilanar. Azizlarimizga, migrantlarimizga murojaatki, ehtiyot bo'ling kuryerlik masalasida. O'ta ehtiyot bo'ling. Shu vaqtgacha kuryerlik masalasida doim ogohlantirib kelganmiz. Botirjon do'stimiz ham aytadilarki, boygani narkotik bilan bog'liq juda ish ko'pda, Hamid aka. Xudo saqlasin, bizni yurtdoshlarimiz soddaligidan foydalanib, masalan, endi pulga mana bu narsani qutini bu yerga olib borgin desa, olib borib bergan bo'lishi mumkin. Va ichidan narkotik chiqib turibdi va u qamoqdan urushga ketyapti. O'zi xohlamay bu narsani. Mana shu narsaga doim aytganmiz, doim rasmiy ishlarda ishlang. Ya'ni kuryer bo'lmoqchi bo'lsangiz, rasmiy hujjatini qilib qo'ying. Endi u boshqa masala. Chunki rasmiy bo'lgandan keyin uni qonunchilikda ham boshqacha, shunda ham bir aniqlik kiritilsa. Hamid aka, bu kichik kuryerlik to'g'risida gap ketyapti. Mana hozir o'sha dronlar uchirilgan furalar egalari hozir tergov qilinyapti. Rossiyaliklar ular. Ular rossiyaliklar va bilmagani ham ekan. Furada nima borligini, Shokirjon boyagi suratlar, yuborganlarim ham bor edi, shularni ham olib chiqing. Fura egalari Hamid aka bilmagan furada nima borligini. Unga nima deyilgan? Chelyabinskdan boyagi yig'ma uy bor-ku, yog'ochli. Mana shu uyni Murmanskka olib borishingiz kerak deyilgan. Chunki bu hozir portlash faqat Irkutskda emas, Murmanskda ham bo'ldi-ku. Olib borishingiz kerak degan. Pulni to'lab turibdi. Mayli degan, ortilgan. Yog'och uylar, Hamid aka. Ko'chiriladigan yog'och uylar. Va aytayapti, fura haydovchisi menga telefon bo'ldi, noma'lum raqamdan falonchi joyda to'xtang dedi. Men to'xtadim dedi. Pistonchi joyda to'xtang. Oxirgi to'xtash joyi menda harbiy aerodrom yonida to'xtashimni so'rashdi dedi. Va men to'xtadim deyapti. Tamom, u to'xtagan, hammasi udalyonda, ya'ni masofadan turib boyagi uylarning tomi ochilgan va dronlar uchib hujumga o'tgan. Fura egalari hammasi aytayaptiki, bir Artyom degan yigit deyishyapti, 37 yoshlarda, demak bu Ukraina fuqarosi bo'lsa kerak deyishyapti. Ana u furalarning egasi ekan, hammaga furani tarqatgan. Ijaraga. Hamid aka. U yuridik shaxsning rahbari bo'lsa kerak edi, yuridik shaxs tashkil qilgan bo'lsa kerak edi. Nariga odam fura haydovchilari bilmaydi Hamid aka. Endi agar mana hozir biz kim zolim, kim mazlumlik degan masalani chetga olib qo'yamizda, Rossiya tarafdan turib muhokama qilamiz. Shunday bo'lyaptiki, o'sha rossiyalik fura egalari o'z yurtiga ziyon keltirsa yordamchi bo'ldi hozir. Bunday olib qarasa. Ammo ular bilmasdi o'zi nimaligini uni. Fura haydovchilariga yuk ortilgan, yukni olib ketgan. Shu tufayli hozir aytib o'tadiganimiz, hurmatli yurtdoshlarimiz Rossiyada mehnat faoliyatini olib borayotgan. Bu masalalarga ham jiddiy qarang. Ya'ni bizga tegishli bo'lmagan urushga mana shu yo'l bilan ham aralashib qolmang. Chunki ko'rdik, bir generalni portlatishda ham bir O'zbekistonlikni ayblashdi. Bizga tegishli bo'lmagan urushda mana shu bilmagan holda ham aralashib qolmang. Nihoyatda ehtiyot bo'ling. Bu kim? O'sha Artyommi? Artyomni orientirovkalarini chiqarishibdi. Birov nimadir buyurtma bermoqchi bo'lsa, 1000 karra tekshiring, iloji bo'lsa qayta tekshiring, maslahat so'rang o'sha yon veringizdagi biladiganlardan. Juda ham ehtiyot bo'ling. Ishoning, Rossiya buni kechirmaydi. O'zi aslida G'ayratxo'jaga jinoyat huquqida ham bilgan va bilishi lozim bo'lgan holatlar, bilmagan va bilishi lozim bo'lmagan holatlar degan o'sha jinoyatni kvalifikatsiya qilishda tergovchilar inobatga oladigan holat bor. Bilgan va bilishi lozim bo'lgan holat bo'ladigan bo'lsa, demak u jinoyatda ishtirokchi hisoblanadi. Sherik qilib yuboradi. Sherik bo'ladi, ammo ishtirokchi bo'lishi mumkin. Bilmagan va bilishi lozim bo'lmagan holatlar bor. Bu masalan kuryerlar. Deylik, kuryerlar u ma'lum bir narsani berib yuboradigan joyga boradi va uni olib ketadi va ma'lum bir punktga yetkazib boradi. Bunday holatlarda xuddi shunday siz aytganingizdek rasmiy ishlayotgan bo'lsa, buni isbotlash, bilmagan va bilishi lozim bo'lmagan holat ekanligini isbotlash oson bo'ladi. Lekin shunday bo'lsa ham bunaqa xalqaro urush masalalari bilan bog'liq
jihatlarda va Rossiyaning strategik obyektlarga zarba berganda bu masalaga qarab o'tirmaydi. Shunday. Ya'ni shundoq ham qonun ustuvor emas bu davlatda va bu endi jinoyat emas, siyosatga aylanib ketadi bu. Va sizni hech qachon o'sha jinoyat huquq qoidalari bo'yicha hech qachon oqlamaydi. Albatta javobgarlik beradi. Agar ularni oqlaydigan bo'lsa, butun aholida ham davlatga nisbatan shubha paydo bo'lib boradi. Ayniqsa Rossiya qilmaydi bu ishni. Shuning uchun to'g'ri aytasiz. Aynan kuryerlik, katta avtomashinalardan yuk yetkazib berish masalalarida bizning vatandoshlarimiz juda ham ehtiyot bo'lish kerak. AQShda avtoritar tendensiyalar ketyapti. Yaqin 10 yillikda Amerika mutlaqo avtoritar davlatga aylansa, Rossiya bilan to'g'ridan to'g'ri urushib ketishi mumkinmi deb savol berishdi. Ha, avtoritar davlat bilan avtoritar davlatning urushishi mumkin. Chunki bularni xarizmatik rahbarlar boshqaradi. Xarizmatik rahbarlarning qarorlarini bashorat qilib bo'lmaydi. Lekin ikkalasi ham juda ham katta o'sha yadro arsenaliga ega bo'lganligi uchun bu davlatlar haqiqiy dushmanlar ko'rinishida urushib ketishini taxmin qilib ham bo'lmaydi, ya'ni chunki butunlay yer yuzidagi balans buzilib ketishi mumkin. Bu davlatlar haqiqiy urushga kirishib ketadigan va buni tushunishadi ular. Hech bo'lmaganda harbiy deylik nuqtai nazardan tushunadi buni. Xo'p, endi o'zi Rossiyaning nima javobi qolibdi deyishyapti. Endi Rossiyada raketalar ko'p, hurmatli muxlis. Ya'ni bu oddiy narsa emas. Ya'ni raketalar masalasi oddiy narsa emas. Yo endi yadroga qo'l cho'zmaydi. Menimcha ham shu yadro quroliga. Endi bu juda ham jiddiy va Rossiya ham buni biladi, ya'ni bu jiddiy masalalarni. Xo'p, 500 kishi gaz turbasidan kirib bir haftada Kurskni ozod qilishdi. Buni fantastik. Yo'q, hurmatli muxlislar, bir hafta deyilishi biroz noto'g'ri uni. 6 oydan ko'p desa to'g'ri bo'lar, chunki avgustda kirganda Kurskka ukrainlar. U oxirgi harakati shunday bo'ldi. Qandaydir bir haftada ozod qilinmadi Kursk. O'zi shundoq ham o'sha kirib egallagan joyining ko'p qismini yo'qotib bo'lgandi o'sha davrga. Shunday, ya'ni ancha Rossiya qaytarib olgandi uni. Faqat o'sha sujada qolganida bir kichikroq qism qolgandagina Rossiya gaz turbasidan kirdi, hurmatli muxlislar. Ommatan ishlatilishi bo'yicha o'tgan safar ko'rsatuvlarda ham bo'lingan, ya'ni Rossiya qurollardan ko'p foydalanishi bo'yicha. Shuning uchun boshqa 34 ta emas 9 ta samolyot yondirilgan. Hamid aka ham boya aytib o'tdilar, ya'ni 40 ta deyilgani bu Ukrainaning da'vosi tasdiqlanmagan. Tasdiqlangani o'zi 9 tami 10 ta deb Hamid aka o'zlari ham aytib o'tdilar. Xo'p, kosmik ma'lumotlarsiz Ukraina bu ishni qilishi qiyin. Shunday. Nega ochiqroq aytmaysizlar debdilar. Endi bu shuni aytdilar-ku, G'arbning yordamisiz bunday qila olmasdi u. Bundan oldin Bektosh aka ham aytdilar. Ya'ni razvedka ma'lumotlari 100% G'arbniki bo'ladi Ukrainada. Endi Rossiya to'g'ridan to'g'ri boshqa davlatning askarlaridan foydalanyapti. Ha, ya'ni bu yerda masalan Rossiya Shimoliy Koreyaning askarlaridan foydalanyapti. Xo'p, Rossiya bu hujumlarni bilib qarshilik qilmasligi mumkinmi? 3 ta viloyatini egallashini oldida bu yo'qotishlar bo'lishi kerakmi deb. Yo'q. Bu mutlaqo Rossiya uchun sharmandagarchilik. To'g'ri, Rossiyani ya'ni urushini mutlaqo to'xtatib tashlay olmaydi. Urushning ketishiga balkim deyarli ta'sir ham ko'rsatmasdir Ukraina. Uni boya aytib o'tdingiz. Ukraina bilan bo'ladi, lekin bu xalqaro avtoritet. Ya'ni aynan bu zarbani kimga ko'proq foyda berdi degan bo'lsa, Yevropa bilan Amerikaga ko'proq foyda berdi. Amerika deylik buncha strategik harbiy uchoqlarni yo'q qilish uchun qancha resurs sarflagan bo'lardi mabodo urushganda yoki Yevropa. Aynan Amerikaga mo'ljallangan bombardimon samolyotlari bu. Uzoqqa uchadigan.